hammanglarni qo'l telefon qilaman. Arzon, zararlanib, srochniy pul kerak bo'lsa 3 chiqsa deysizlar, mana sizlarga shunaqa qo'y. Agar mana shu 3 kunning ichida sotilmasa bo'ldi, 3 xunaga demayman. Sizlarga yaxshi uylarni ham ko'rsatmayman. Xullas 12-kvartal Yunusobod metrodan bir 200 metr, 150 metr Novostroyga 4 etajli Novostroyga tushgan. Shu yerda 2-etajda 47 kvadrat 2 xona kirib yashaydigan chiqqan. Agar endi shuni ham olmasanglar endi bilmayman. Mana podyezddan kiraverish, remontlar toza holatda turibdi. Mana bu yog'i hammom to'layman, ko'raveringlar. Mana bu yoq oshxona mana o'ziniki anaqalari ham tayyor turibdi. Mana katyullari ham bor. Uylar issiq. Bu dom g'ishli dom aytib qo'ying sizlarga. Mana shunda olib yashashga ham zo'r variant, olib ijara qo'yib yuborsanglar ham yaxshi variant. Mana bu yog'imiz mana zal. Reshotkalari bor, akvarom. Mana bu yog'imiz mana kirib ko'rsat, spalniy xona. Bu yoqda ham ikkita oynalar tushgan, chiroyli, payzli uy. Mana shu uy o'zi narxi boshqa edi, egalariga pul zarur so'rashgan bo'lganiga 60 ming qo'ydi. Ko'p o'tishmaydi, tez harakat qiladi. 3 kun ichida sotilmasa, narxini oshirib yuborishadi. Tamom.